boshlab, mana shu grant tanlovimizdan boshlab har bir hududdan mana birinchi grant tanlovimiz uchun 14 milliard so'm mablag' yo'naltirdik va har bir Farg'ona viloyati uchun ham, Andijon viloyati uchun, Namangan viloyati uchun ham olib foydalanish rejasi. Bundan keyingi jarayonlarda bu birinchi grant tanlovimiz o'tgan yillar hamma xabari bor. Chunki birinchi grant tanlovlarimiz davlat dasturi bo'yicha bo'ladi. Endi fond qayta tashkil etildi. Bu jarayonda bemalol tegishli ravishda har bir grantdan e'lon qilingan grant tanlovlarimizda bu masalalar bartaraf etib boriladi. Bitta alohida qayd etilgan vazifamiz bu hududlardagi fond bo'linmalari munosabatlarda oldingiz savol bo'ladi. Nima uchun qaysi joylarda bizga uzoqni keltirib endi uzoqni ko'rib agar loyihalar to'g'ridan to'g'ri monitoring qilishlar kamchilik bo'lmayotgan bilan bir qatorda tushunasizmi? Yo'q, men taklifim aynan shu joyda yo'nalishlar bo'yicha ajratilgan mablag'ni mana bu joyda ko'ring degan yozuvni shakka kirgizsak. Chunki raqam o'mza erik xarijini sertifikatini olish qanday olinadi yoki yerda Gov.uz tizimida jismoniy shaxslarni ro'yxatdan o'tkazish hamda yerda Gov.uz tizimiga akkaunt eri bilan tasdiqlash to'g'risida. Bular hammasi mana shu bevosita kirib ikkita jarayon mahalla fuqarolar yig'inining aksariyati hisob raqamini tortib kela olmayapti. Ular ham demak bizdan foydalanishni o'rganayapti.